Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Notebook LM degan sun'iy intellekt asosida prezentatsiyalar, slaydlar tayyorlashni o'rganib olamiz. Bu o'zi Notebook LMni nimaligini hozir sekin tushuntirishni boshlayman. Demak, unda boshladik. Birinchi o'rinda bizga brauzer kerak bo'ladi. Birorta brauzerga kirasizlar, xohlaylar Safari, xohlaylar Google Chrome. Xo'p, endi ana shu joyga Notebook LM deb yozamiz. Xo'p, try Notebook LM shuni bosasizlar, keyin taxminan shunaqa oyna chiqadi. Xo'p, bu yoqdan to'g'rilab olishim kerak bo'lgan narsa bor edi. Men o'zim akkauntimga kirib olay. Mana shunaqa demak oyna chiqadi sizlarda. Men bir ikkita kitob o'qib ko'rganim uchun shunaqa bo'lib turibdi. Sizlarda hech nima bo'lmaydi agar birinchi ochgan bo'lsanglar. Hop, create new notebook qilamiz. Endi buni nimaligini tushuntiraman. Bu yerda nima desa, bu ham xuddi ChatGPT yoki Google Gemini'ga o'xshagan sun'iy intellekt hisoblanadi. Faqat buni farqi shundaki, siz bergan manbalar bo'yicha bu tadqiqot qiladi. Ko'proq o'qish uchun, o'rganish uchun ancha yaxshi bo'lgan, demak, sun'iy intellekt. Bu sun'iy intellekt o'zi demak, Google Gemini'ni bir qismi, ya'ni Google Gemini tomonidan ishlab chiqarilgan, Google tomonidan ishlab chiqarilgan. Mana bu joyda demak, bu chat qismi, bu yoqda manbalar yuklasangiz bo'ladi, PDF, doc, Excel fayl va hokazo va hokazo nimalar bo'lsa, o'zingiz yuklaysiz, o'shani bu yoqqa joylanadi. Xo'p, endi veb saytlarni ham yuklasangiz bo'ladi, birorta maqolalarning linklarini yuklasangiz bo'ladi, farqi yo'q. O'sha linkka qarab manbani, ma'lumotni olaveradi. Xo'p, YouTubedan video ham yuklasangiz bo'ladi. Videoni ham ko'rib chiqib, tahlil qilib, nimalar, qanaqa faktlar, ma'lumotlar keltirilgan, o'sha bo'yicha tadqiqot ham qilish mumkin. Google Drive orqali yuklangan fayllarni ham demak, bu yoqda ishlashi mumkin. Birorta tekstni copyright qilib vstavit qilsangiz, undan ham demak, ma'lumotlarni tadqiqot sifatida olish mumkin bo'ladi. Va tushgan barcha manbalar, foydalanilgan manbalar mana shu chap tomonda turadi. Demak, adashmasam bir 25 tachamidi, 50 tachamidi demak manba qo'shsa bo'ladi. Afzallik tomoni shundaki, misol uchun Google Gemini yoki bo'lmasa ChatGPT internetdan, boshqa narsalardan savol bersangiz oladi. Bu siz yuklagan manbalar asosidagina ishlaydi. Undan tashqariga chiqib ketmaydi. Tashqariga chiqib ketishni buyursangiz, chiqib ketishi mumkin, lekin asosan siz yuklagan manbalar asosida demak, tadqiqot olib boradi. Bizga birinchi o'rinda demak, bu o'ng tomondagi qismisi esa birinchisida audio overview, bunda podkastlar qilsa bo'ladi. Ya'ni siz yuklagan manbalar asosida qanaqadir qiziqarli qilib podkastlar yasab beradi. Faqat buni nu degan tomoni shundaki, bu faqat ingliz tilida yoki rus tilida ishlaydi. O'zbek tili afsuski bunda hozircha qo'shilmabdi. Inshaalloh qo'shilib qolsa kerak. Slide deck orqali demak, prezentatsiya tayyorlasa bo'ladi. Bizga bugun aynan mana shu point of view hisoblanadi. Ya'ni bizni e'tiborimiz qaratilishi kerak bo'lgan bugungi videoni olib chiqishimizga sabab bo'lgan qismi. Video overview orqali esa bunda o'sha yuklagan manbalaringiz asosida video yasab berish mumkin. Ma'lumotlar asosida turli xil chiroyli qilib ilmiy video yasab berish mumkin. Faqat buni ham no degan tomoni ingliz tilida yoki rus tilida yoki boshqa yana ba'zi tillarda ishlatilishi mumkin. O'zbek tili yo'q ekan. Mind map orqali turli xil nima deydi, o'sha manbadagi ma'lumotlarni kelib chiqish usuli, nimadan keyin nima keladi, qaysi mavzudan keyin qaysi mavzu keladi, mana shunaqa qilib demak, nima desa bo'ladi, zehniy xarita tuzib beradi, tushunilishi oson bo'lishi uchun mavzuni, umumiy mohiyatini. Hop, reports orqali turli xil maqolalar, yana boshqa tahlillar qilsa bo'ladi. Flashcards orqali esa sizga savol beradi. Savol berganida nima deydi, siz o'sha yuklagan manbalar asosidagi
mavzulardan savol ishlab chiqadi. Savol ishlab chiqqandan keyin siz takrorlash uchun uni javobini demak o'sha flash kartasi orqali savolni ko'rib, savolni ketidan o'zingiz javobini aytasiz va javobini tekshirishingiz mumkin. Mana shunaqa narsa ishlab chiqadi savollar. Quizda ham xuddi shunaqa test yoki bo'lmasa savollar ishlab chiqish mumkin. Infografikada demak o'z nomi bilan turli xil statistikalarni, kitobda keltirilgan yoki manbada keltirilgan ma'lumotlar asosida statistikalarni, turli xil chartlarni chiqarib beradi. Data table orqali esa jadvallar bilan ishlash mumkin hisoblanadi. Ya'ni o'zi jadval qilib beradi, to'g'riroq. Demak, birinchi o'rinda demak upload files qilamiz. Mani demak mavzuyim shu bo'yicha qilishim kerak edi bugun. Shuning uchun tezlikda video yasashga qaror qildim. Mana yuklab bo'ladi. Yuklab bo'lgandan keyin bu o'zi mani yuklab mani tahlil qilishga kirishdi. Mana bu chat qismi xuddi o'sha ChatGPTga o'xshash qismi. Mana ko'rdinglar, faqat o'zi ingliz tilida boshlanib ketdi hamma narsa. Xo'p, mana bu yoqda o'zi ko'rsanglar output language ga. Xo'p. Mana german tili bor, mana inglizcha, nemischa, o'sha german tili, nemis tilida, ya'ni italyancha va hokazo. Ruskiy bor, mana xitoy tili, yapon tili, arab tili ham bor. Lekin afsuski mana o'zbek tili yo'q. U o'zbekskiy degani yoki o'zbekcha degani yo'q. Xo'p, o'shaning uchun inglizchasidan foydalanib ham to'g'ri prompt yoza olsak, o'zbekcha demak slaydlar qilib berish mumkin. Xo'p, yukladik. Endi sun'iy intellektni bitta tips and tricks ni o'rgatib ketaman. Ya'ni life hack deymizmi, endi nima deymiz? Buni yaxshi tushunadigan narsa o'zi sun'iy intellekt, to'g'rimi? Sun'iy intellekt yaxshi tushunadi. Shuning uchun promptda ham men ko'pincha sun'iy intellektni o'zida yozdiraman. O'shanda yaxshi, to'liq, maksimum ishlab beradi. Xo'p, mana bu yerda demak o'zbekcha yozsangiz ham bo'ladi. Tekshirib ko'rildi bu. O'zbekcha yozsangiz ham demak qilib beradi, yaxshi tushunadi. Faqat men endi bu ingliz tiliga moslangani uchun mana bu yerda o'zbek tili bu yerda ham yo'q. O'shaning uchun men demak inglizcha qilib prompt yozib berishini so'raymiz. Birinchi o'rinda buning uchun to'g'ri prompt yozish uchun mana Google Gemini kerak bo'ladi. Google Geminidan o'zingiz akkauntingizga kirib olasiz. Plus bosamiz, upload files. Xo'p, mana shuni shunday tanlaymiz. Xo'p, endi mayda, endi mana shuni copyright qilib ko'ramiz. Prompt. Endi mana bu yerga demak mana bu qisqa bo'ladi ko'pincha, keyin uzunligi nechta slayddan iborat bo'lishi defaultda turibdi. Agar kamroq slaydlar kerak bo'lsa short qilib qo'yasizlar. Detailed deck orqali demak to'liq tekstlar detallar bilan keltiriladi. Xullas shunaqa. Istasanglar buni qilinglar. Bunda faqat ortiqcha narsa aralashmaydi, minimalizm usulida qilinadi ko'proq. Kalt so'zlardan foydalanadigan bo'ladi. Qisqa so'zlarni yozib ketadi. Bunda ko'proq narsani, ma'lumotlarni detallar bilan keltiradi. Generate qilamiz. Bu ketdi. Endi mana shu joyda kutib turishimiz kerak. Endi xo'p, audio overview ni ham qilib ko'rarmikin, ko'ramiz endi buni. Audio over
mind mapni hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Kutish kerak, ancha kutish kerak. Kitoblarni, manbalarni ko'pligiga qarab, demak, shu yerda aniq bo'ladi. Mana qanaqa bo'lishini mind map. Mana shunaqa shajara tarzida bo'lar ekan. Demak, modernization process, institutional milestones 1933-yillarda qanaqa bo'ldi, qaysi shaxslar nima qildi, u shaxslarga oid demak terminlar mana. Xullas shunaqa narsalar tushunishga, mavzuni qamrab olishga ancha yordam beradi. Hadith Studies and Orientalism in Turkey. Xo'p, yetadi bu. Shunaqa narsa bo'ladi, ko'rdinglar. Flashcards. Xo'p, quiz, infografik. Demak, Google Gemini'ga yozamiz endi. Notebook LM quiz qismi uchun ham xullas ingliz tilida mana ko'rdinglar. Demak, o'zbek tilini ham qo'shishadi degan umiddamiz. Juda yaxshi bo'lardi o'zbek tilini qo'shishsa. Til o'rganishga ham yaxshi. Mana shunaqa birorta ma'lumot bersanglar yoki kitob bersanglar, o'shani o'rganib chiqadi. Kitoblardan o'rganib chiqib, ingliz tilimi yoki arab tilimi yoki qaysidir yo'nalishda demak, ilm o'rganmoqchi bo'lsanglar ham ancha manfaatli ekan. Mana shunaqa qiziqarli zamonaviy uslublarda sizlarga yo'lda ishlar qilib ko'rsatib beradi. Mana tayyor bo'ldi slaydimiz. Demak, buni download PowerPoint qilamiz. Buni oldin mana shu yerda ham ko'rib olsak bo'ladi. Turkiyada hadis tadqiqotlari va orientalizm mana baribir yaxshi tarjima qila olmagan. Tayyorladim, lekin zo'r qilibdi Jur'at Usmonov Hakim Muhammad Sodiq, qaranglar mana. Hammasi juda ajoyib. Birinchi avlod va hokazo. Endi buni ko'ramiz, qanaqa chiqar ekan. Xo'p, download PowerPoint qilamiz. Xo'p, Turkiyada hadis tadqiqotlari. Buni bitta no degan tomoni bor. Bu rasm mana shunaqa joylab qo'yadi. Buni qanaqa qilib o'chirish usulini o'rgataman. Xo'p, buni tahrirlab bo'lmaydi. Bitta yomon tomoni shunday ekan. Hozircha tarixiy jarayon, ilmiy tortishuvlar va metodologik rivojlanish debdi, yaxshi. Keyin mana bitta yozuv bo'ladi. Agar ustozlarga tekshirtirmoqchi bo'lsanglar, bunda qilsanu deb sizlarni urishib qolishlari mumkin. O'zingizlar bilasizlar, lekin menga yoqmaydi bunaqa narsa turishi. O'shanga men o'chirib qo'yaman har doim, bekitib qo'yaman. Mana shunaqa shape'ni olib, chizib bekitib qo'ysanglar bo'ladi sizlar ham. Qanaqa qilib endi to'g'rilaymiz desanglar, more fill colors qilasizlar. Rangini shuni tanlaysizlar. Okay. Eyedropper orqali no outline qilamiz, stroke qismini o'chirib qo'yamiz. Mana bo'ldi, qo'shdi. Endi mana shuni olib, manda command copy, sizlarda control copy agar Windows bo'lsa qilamiz. Keyin hop, endi ichini tomosha qilamiz. Kirish muammoning qo'yilishi va qamrovi, Dorulfunun davri, tarixiy kontekst, g'arblashuv jarayoni va uning diniy ta'limga ta'siri, universitet islohotlar, asosiy to'qnashuv, g'arb sharqshunoslarining Goltser Shasht hadis nazariyalari va ularga raddiyalar. Juda go'zal, juda yaxshi. Anqara ilohiyot 1949. Metodologik o'zgarish, an'anaviy himoyadan zamonaviy matnshunoslik va san'at tahliliga o'tish.
analitik davr 2000-yillardan keyin deyapti. Juda chiroyli qilibdi, to'g'rimi? Menga yoqdi misol uchun. Maqsad. Xo'p, orientalizm. Shu orientalizmni yaxshi tarjima qila olmabdi. Keyin yana e'tibor qilgan narsalarimdan biri, har doim ham orqa fonni to'g'ri yoza olmaydi. Shu tomoni bor. Men Bismillahirrohmanirrohimni ham to'g'ri yozgan, misol uchun men buni to'g'ri yozgan. Va ala alihi va ashabi ajmain deganlarini yozolmagan. Va ala degan ham joyida nimadir deb yozgan. Rasula Muhammadihi. Xullas, xatolari bor. Arab tilida baribir to'g'ri ishlash qiyin. Nimadirlar qilmoqchi bo'ladi, lekin xatolar ko'p bo'ladi baribir arab tilidagi xatlarida. Juda yaxshi, menga yoqdi to'g'risi. Usmonli davridan respublikaga o'tish Dorul Funun davri. Kecha qilib ko'rsatganimda, demak, kecha ham qiluvdim. Uni afsuski shuncha qilganim bir tiyin bo'lib, ovozi yozilmay qolgan ekan, mikrofonim ishlamay qolgan ekan. O'shaning uchun yana qaytadan qildim mana. Bu kecha qilib bergani. Xo'p, mana qaranglar. Darul Funun degan yozuvlarda men bilinib qolgan. Darul Funun tarkibida ulumi aliyya, diniyya bo'limi. Biz to'g'rilab bugun yaxshiroq qilib prompt yozganimiz uchun, demak, to'g'rilab chiqarib berdi. Turkcha so'zlarni kamroq aralashtirgan mana. Darul Funun meni to'g'ri yozilgan. Xo'p, o'g'lani shapkasi ham meni to'g'ri ekan mana bu joyda. Yaxshiga bo'lmas. Bugungisidan xursand bo'ldim. Bobonzoda Ahmad Naim debdi. G'arb tanqidi va hokazo. Juda go'zal. Yaxshi, çok go'zal. Wow. Buni chizganini qaranglar, xaritani. Berlindan Istanbulga qoyil qoldim. Juda chiroyli ekan. Xo'p, men bu notebook LM degan yozuvlarni bekitib chiqishimiz kerak edi. Command V qilib chiqsanglar, agar MacBook bo'lsa sizlarda ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. Agar Windows bo'lsa Ctrl V qilasizlar. Joyiga tushadi, surib o'tirishingiz shart emas. Xo'p. Keyin yana bitta e'tibor qilgan narsam, shunaqa qilar ekan o'zi, ya'ni 12 ta 13 talik, demak, slaydlar qilib berar ekan. Undan ortiq qilmas ekan, lekin menimcha 12 ta 13 ta bo'lsa ham ancha yaxshi ekan. Kutganimizga yarasha chiqarib berdi. Tarjima harakati va xalqaro muloqot, Anqara okuli nashriyoti, g'arb tadqiqotlarini Yeinbol bo'ladi, Joinbol qilib qo'yibdi. Shasht Motskiy tizimli ravishda turk tiliga tarjima qildi debdi. Chizamizda. Hop. Shape fill. Keyin eyedropper olib, hamma rang tanlab qo'yamiz. Okay, endi stroke o'chirib tashlashimiz kerak. Outline. Tashqarisidagi qismimizga kiramiz mana. Yaxshi bo'ldi. Hop, Ctrl V. Mana bo'ldi. Xulosasini ham yozgan. Himoyadan akademik tahlilga, zamonaviy turk hadisshunosligi, an'anaviy islomiy ilmlar, zamonaviy g'arb filologiyasi. Juda yaxshi chiqibdi. Men bunisida bitta shu orientalist degan so'zda, demak, sharqshunoslik so'zida xato ko'rdim. Boshqa katta unaqa xavfli, qo'rqinchli xatolari yo'q. Men faqat arab tilisiga qarasanglar, mana bitta xato keltirgan baribir, nimadirlari xato ketib qoladi. Lekin men yaxshi san'at, men matn, isnad, matn analiz, inglizcha ketgan yo'qlar. Baribir ingliz tilida ishlaydi. Hali demak, ingliz tili o'zbek tili ochilmasdan turib, ingliz tilida prompt buyruq berib, mana shunaqa qilib, demak, yasasanglar bo'ladi. Mana shunaqa slaydlar qilishimiz mumkin ekan. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'ling inshaalloh. Bu menga demak yangi videolarni chiqishida qo'llab-quvvatlov bo'ladi hamda qaysi yana mavzularda video chiqarishimni istaysiz, shular bo'lsa izohlarda yozib qoldiring, kommentlarda. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.